Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hurmatli ko'rmanlar, hammanglarning xabari bo'lgandek, Dunyo uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20 yillik xotir kunini xotirlash va tabriklash uchun Dunyo uyg'ur qurultiyi Germaniyaning Menxen shahrida 3-maydan 5-maygacha bo'lgan oralikda cho'ng ko'lamlik, hashamatlik bir to'y ma'rakasi o'tkazmoqchi edi. Hammanglarningki ko'rib turgandekmi, dunyoning har qaysi yerlaridan mimarlarimiz, qurultayninki vakillari kelishga başladı ve bular mehmonxonalarga tushiblam udul hammasi qurultayimizningki yangidan silingan, yangidan ichilgan Dunyo uyg'ur qurultayining markaziy ishxonasi va Uyg'ur madaniyat uyini ziyorat qilish uchun hammasi bu yerga kelib ziyorat qilmoqda. Biz hozir kelgan vakillar bilan birlikda Dunyo uyg'ur qurultayininki raisi Dolqin Isa efendimni, shundaqla qurultay ijroiya komitetininki muavin raisi Turg'unja Alovdin efendimlarni Dunyo uyg'ur qurultayininki bu 20 yillik to'y xotirasininki kun tartibi haqida va vakillarninki mimarlarninki qaysi davlatlardan kelganligi va qanchalik vakillarninki hozir yetib kelganligi haqida qisqacha sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Xo'sh, Dolqin Isa efendim, Dunyo uyg'ur qurultayininki bu 20 yilligini xotirlash to'y xotirasininki kun tartibi haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmet, avval bu üstümüzde boğan hazır Aydurum'dan kelgen dünyanın her qaysidan kelgen mimarlar hoş geldinler deymen. Hoş geldinler. Uzun yollardan geldinler, japat attınlar. Mimarlar asasda kivatıdı, otellerge yerleşivatıdı. Asaslık mimarlarının mutlak yok kısmı düşküçe yetip geldi. Ama resmi programımız, 3 günlük programımız ettiyen saat 10:20'den başlandı. Başlanıp yaşayan gün kes saat 6'ga 3 gün devam kıldı. Cumarşembe yaşayan 3 gün. Onun en bu 3 günlük programımız rengarenk. Her yıl mezmunlarını ölçük alıyordu. Bunun içinde medeniyet kısım var, siyasi kısım var, kırındaşlık kısım var. Demek her sahaya insanlarımız, siyasetçilerimiz, faaliyetçilerimiz, artistlerimiz, sanatkarlarımız, iş adamlarımız, hanımlarımız, ballarımızın tatbemmelen bir 20 yılın yakı birbirine uçraşmakallığa, dostluğa hemmesi birbirine kucaklaşıp hakiki bir toy havasını bir yerde bir şekillendirmekçi. Tuncu faaliyetimiz 10:20'de başlandı. München Üniversitesi'de şu Uygur erkek kırgınçılığının Uygur hanımlarına akivatkan psikolojik zararları hakkında bir dokulat ilan kılışla başlayımız. Onun için üyedinkin Hudayım Bursa Allah izin verse özümüzün yeni aşka merkezimizde, meçitimizde cuma namazını herkes gelen yurttaşlarla birlikte okup onun için Xitay konsulxanasının aldıda namayışımız var. Bu yerden şunu mu bildirip koyay? Xi Jinping, Xitay reisi Xi Jinping 5. ayının 4-5. günlerden başlap Fransa, Sırbistan ve Vengeriya'da bulup 3 devlette ziyareti bulmak. Tunci Bikti Fransa. Şunun biz hem de bu murasimimizin tayarlık işlerini 5-6 ay burun başladık. Bizden bu toyumuzun doğru gelip bu bir yer ziyaret kıldık ki şunun biz narazılığımızı München'deki Xitay konsulxanasından aldıdan onun Avrupa ziyaretine narazılığımızı şeyden başlayımız. Cuma namazdan keyin 400 adam dünyanın hem yerden kelgen kudretlik bir gücümüzni Xitayga Xi Jinping gösterip koyumuz. Belki etki namayişimizden qo'rqib Beijing'den yo'lga chiqmasligi mumkin. Şununga onun deyin ayaqda yenib bizning rasmiy qurultayimizning 20 yillik faoliyati başlandı. Avrupadan başqa yerdan kelgan san'atkorlarimiz o'zining güzel san'atlarini qurultayga bag'ishlangan nomerlarini taqdim qildi. Onun deyin siyasi programlarımız bu da aşina qilib shanba kunsi az davlatlarning ministerleri ki vatıdı bir yere, parlament azaları ki vatıdı, elçiler ki vatıdı, ular bilen özümüzden alimlerimiz ki vatıdı, bular bilen bir qancha panel müzakirler oldu. Onun ki yaşayan bir gün sonra 3 kişi aşışına şekilde devam kılıp, onun deyin ki bir bağda dala uçuruşu bulundu. Bunun sanatçılarımız, ballarımız hemen kılıp resmi bir toy havasını kılımız. Kıskaçıp etkan çağda muşnak her şekildeki bir program bilen çetelden kelgen mimarlarımızı kızgın bir kütüveliş için München'deki cemaatimiz, hanımlarımız, 30 oğul meşreplerimiz bir qancha aydan bayın nait puxta
tayyorlik qilyapti. İnşallah yüzümüzün eqi bilan kelgan mehmonlarning ko'nglini elib yo'lga solamiz deb o'ylayman. Təfsili məlumat bərkiniz üçün sizə köpdən köp rəhmət, hörmətli Толқын İsa əfəndim. Hörmətli görürmənlər, aldın qatımlıq proqramlarımızda mı sizlərni xəbərləndirgənimizdək, hazır hörmətli Толқын İsa əfəndim Dünya Uyğur Qurultayı'nınki 20 yıllık toyunun bu 3 günlük gün tərtibi haqqında təfsili məlumat verib ötken boldu. Həminlarınki kögündək bu çağırıq elan qılınğanını tatıb, Dünya Uyğur Qurultayı'nınki muhaciratdaki dünyanın hər qaysı yerlərdəki vəkilləri tərəf-tərəfdən düşəm gündən itibaren kilişik başlığaydı. Bugün mü hazır körəb tuğununladək Kanadadan, Avustraliyadan, Türkiye'den, Finlandiya'dan, Norvegiyadan kelgan mehmanlarımız bilen hemdem dop olturupdimiz. Hamda kelgan vekillerninki sani ve qaysi dövlətlərdən kelganlik haqqında təfsili məlumatga eriş üçün Dünya Uyğur Qurultayı İcraya Komitetinin muavin reisi Turg'unjon Alovdin efendimge mikrofonumni uzdim. Rahmet, Dünya Uyghur Qurultayı'nın 20 yıllıqni təbriklash murosimiga kelayotgan mehmonlarning umumiy soni Uyg'urlar 215 nafar. Uyghur 23 davlatdan kelyapti. 40 nafar chet ellik do'stlarimiz bizni qo'llayotgan davlatlar, qaysi davlatlardagi, Yevropa davlatlaridagi, Amerika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya degandek devletlerden ve Avrupa İttifakı devletlerinden, parlamentlerden kilovatı şunun bilen endi bu qatımqı bizning bu murasimimizga umumi kilovatqalla 255 nafar vekil qatnashyapti. Bizning bu Münih'te yaşayotgan Uyg'urlardan endi en az deganda bir 100 kishi qatnashyapti. Şunun bilen umumisan bu qatımlıq faaliyetki qatnashadiganlar 360'ga yaqin kishi qatnashgan bo'ldi. Aslida bek köpti. Endi iltimos qilganlar borsak, qatnashsak deganlar bek köpti. Endi ba'zi bir sabablardan ba'zi davlatlarda viza qiyinchilik sababdan va ba'zi yer masalasi sabablik ba'zilarga imkon bo'lmay qolib qoldi. Şundaqtımı endi bu qatımqı Dünya Uyghur Qurultayı'nın 20 yıllıqını təbriklash murosimi bizning tariximizda bo'lgan yig'ilishlarning shu yaqinqi tariximizdagi eng ko'p chet ellarda yig'ilishning eng ko'p shaklda yig'ilishi deb hisoblanadi. Chunki yani 400 ga yaqin kishi qatnashyapti. Hazırgıça endi bugünden başlap mehmanlar kilişki başladı, mehmanxonalar qurilishga başladı. 60'ga yaqin mehman bugün geldi. Etgenden başlap bu murasim başlangıcı aralықта qolgan mehmanlar hammasi yetib keldi. Xudoyim bursi bu qatımqi bizning faoliyatimiz nayt yaxshi shaklda ötüdü dep oylayman ve şunu işinimen. Çünkü kelyotgan mehmanlarımızın hemmisi şu öz devletide davanı naiti aldan kısapta meňiwatgan, davanı yeteklep meňiwatgan qarindaşlarımız ve teşkilat rehberleri ve şu yerdeki vatanperver, milletperver Uygurlardan terkip tapkan mana muşular kelyotidi bir yerge toplanıp şu vatanın bu fakat birkaç günlük murasim la bolmasdan bundan keyinki davamızın keleceği hakkında müzakirler boludu. Kelgen mehmanlarını hoş geldinglar deymiz ve etkilayotgan mehmanlarını kutib olishga tayyor turyapmiz. İnşallah kelip xotirjam faoliyatimizga qatnashib chiroyli uzatib qo'yamiz. Rahmat. Sizge köpten köp rahmet Turg'unjon Alovdin efendim. Hoş, hürmetli körürmenler, hazır biz bilen hemden bop olturayotgan vekillerimizningki ibayettim yuqorida atap ötkendek dünyanın her qaysi yerlerdeki devletlerden qadam teşrif qildi. Ularninki
bu yer kelgandan keyinki Dünya Uyghur Qurultayının yeni merkezi işxonasini ko'rgandan keyinki his tuyg'ularini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Qani diqqatinglar, vakillarimizningki yurak so'zlarida bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Dunyoning hamma yeridan shu Dünya Uyghur Qurultayining qurilganligining 20 yillik munosabati dunyoning har qaysi davlatlaridan qarindoshlarimiz kelyotdi. Bu kelayotgan qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Vatan millet için hizmet qilish çoqum bedel төлüşümüz gerekken hem de bu jiroq yerlardan kelish için hemimiz hizmetimizni tashlab, işimizni tashlab, aşında kelimiz. Bizning inqilobimiz hem de muşunda şekilde mangıdı. Birinci ulap Dünya Uyghur Qurultayining setib olgan bu merkezi nait ko'rkamlik, nait chiroylik, shundoq bir oliy ma'luk o'rnashgan bir yerken mübarek olsun. Hürmetli dostlar, çokum fırsat bo'lsa bu yerga kelib bu Dünya Uyghur Qurultayining bir merkezini ziyaret ketinglar. Bununla iqtisodiy jihatdan yordam bergan qarindoshlar ko'rsanglar, uningga naiti yüz hassa razı bo'lib ketisizlar. Bizning hamdimiz hozirgi bir davlatimizningki örnek, hem bu bizning bir davlat örnek hisoblasak, kelgüsüden bu şunun dairesini kengiltib, Xudoyim burası kelgüsü Sharqi Turkiston davlatini qura olamiz. Bu davlatni qurish uchun quruq gap qilmay, hammamiz cho'qim amaliy jihatda xizmat qilishimiz kerak, hassa qo'shishimiz kerak, da'vo qilayotganlarning keyinda mustahkam turishimiz kerak ekan. Bu eliqi quruq gap bilan, quruq xiyol bilan bo'ladigan ishlar emas. Bu qitim yig'inga kelayotgan qarindoshlarningki qanchalik badal to'layotganligini eng aqallisi Avstraliyadan kelganlar 22 soat aeroplanda uchidi ekan. Bir haftalik işini tashlaydi ekan. Bunun iqtisodiy jihatdagi bedelini hisoblab baqsanglar, buningga cho'qim qoyil bo'laylar do'stlar. Cho'qim yaqinda xiyoliy gap bilan, amaliy gap bilan bu da'voyimizni qo'llashinglar kerak. Tarix o'tib ketadi. Bizning qilgan xizmatlarimiz cho'qim tarixda izimiz qoladi. Sizlarning uningda hassanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hürmetli vatandaşlar, aziz qarindoshlar. Bugün bana Dünya Uyghur Qurultayininki qurilganligining 20 yillik to'y ma'rakasi bilan shu banada mana bu muhtasham merkezimizga keldik. Bugün bu Qurultayininki Germaniya Münchendeki bu merkezini ko'rib, oldi bilan şu merkezde ilişki sebep çoğan ve Türkülük rol oynayan reisimiz Dokun Eysa ve şunun bilen billah şu merkezi için nurgun yardımda kılgan barlık qarindoshlarımga alayda bir salam etishga to'g'ri ko'rdim. Elbette bu mecburiyetimiz. Ben bu zalga kirgandeki men bir özümüzdeki bir vatanimizga kirgandek, vatanimizdeki başlanish noktasına bir ko'rgandek aşna bir hissiyatga keldim. Allah Teala muşunun bilan biz taraf qilib, müştaq bir muhteşem bir saraylarni qurishga Allah nasip qilsin. Bugün mana dünyanın her qaysi joylaridan qurultayimizningki rahbarlari, qurultayimizningki vakillari, qurultayimizning qo'llag'uvchilari ve Sharq Turkistonning mustaqilligi, xalqimizning erkinligi uchun jon pidolik ko'rsatayotgan fidokorlar bilan hammamiz bu yerga yig'ildik. Bu muhteşem sarayımızda oturup söhbetleştik, bağışlaştık. Bugünden başlap mana ötkenki 20 yıl ötken 20 yıllarımızda esleştik ve bunun dikin qanday qilishlarimiz to'g'riliq o'zaro fikrlashdik. Qani qarindoshlarım, vatanimizning mustaqilligi, millatimizning erkinligi uchun mana shundaq bir davlatimizdan kichik bir model bo'lgan mishadin mustaqilligimizni mishadin boshlaylik. Vatanimizdan söygüsünü müşahidin başlayalım. Hemmanlarga rahmet. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Biz men hozir Münchenning şu Dünya Uyghur Qurultayining markaziy ishxonasi va Uyg'ur uyini ko'rgandan keyin nayt xush bo'ldim. Haqiqatan bu Dünya Uyghur Qurultayi va shuni atrofidagi qarindoshlarimiz rost degandek bu yana nayt kangri ozoda sit ulishlan birga nayti yaxshi bezabdi. Nayt xush bo'ldik, ozoda muhitlardan bahramand bo'ldik. Demak, üzümüzün Dünya Uyghur Qurultayining mushunchalik bir merkezning bo'lganligi bizni iftixorlantirdi. İnşallah bu yerdagi xizmatlarimizning Dünya Uyghur Qurultayining va mishadagi barliq sabdoshlarımızdan qilgan xizmatlarining vatanimizning mustaqilligi uchun nayti unumlik bo'lishini, natijalik bo'lishini Janob Allohdan tilaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum,
hürmetlik aziz qarindoshlar, vatandoshlar, bugun buni shu Dunyo Uyg'ur qurultayiniki markaziy ishxonasi turibmiz. Men Belgiyadan keldim. İsmim Ekber Tursun, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi. Bugun bu markaziy binoni, xizmat binosini ko'rib, nihoyatda o'zim xush bo'ldim, hayajonlandim. Chunki Uyg'urniki davosini qotgan bundaq bir muhim organniki, bundaq bir muqim bir ishxona xizmat binosiga erishishi nihoyatda zarur bo'lgan bir ishdi. Buni o'tgan yili qurultayning raisi To'lqin Iso apandimniki chaqirig'i bilan başlatıp intayin qisqa vaqt ichida bu vazifani tamamladı. Bugun mana o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, ichini ziyorat qildik. Ishxonalar erkin ozoda, pokiz, ostida masjid, yanında yig'in zali. Buni shaxsan men nihoyat xush bo'ldim. Muhojatdagi shu ishxonaniki qurilish uchun, sotilish uchun iqtisodiyotda yordam qilgan har bir qarindoshlar bu ishxonni ko'rsa o'ziniki bergan iqtisodiy yordamdan chuqur rozi bo'ldi, suyun deb o'ylayman. Shunga avval bu ishxonning sotilishiga kuch chiqargan bu harakatni boshlagan To'lqin Iso apandim va bu ishxonniki sotilish uchun taraf-tarafdan dunyoning har qaysi joylaridan o'ziniki qimmatli vaqtini chiqarib, iyon to'plash, iyon yig'ish ishlarini qilgan qarindoshlarga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat. Assalamu alaykum. Dünya Qurultayının a'zolari hammasi, Qozog'istonniki Uyg'ur millatimizniki bizniki mana biz hozir Myunxenga keldik. O'sha Uyg'ur ofisni muborak bo'lsin, ochildi. Hammanglarga mushunga qo'shilganga hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum. Dünya qarindoshlar. Bugun biz Dünya Uyg'ur Qurultayining 20 yillik qurilgan kun uchun bu yerga keldik. Keldik hozir mimarlar haqqidan kelyapti. Biz hammamiz hozir ba'zi mimarlar bilan birga bu ishxonaga keldik. Mening birinchi kaplam ishxona oldidagi qarindoshlarni ko'rib, shu kirishdan oldin nihoyat bir hayajonlandim. Nihoyat xush bo'ldim. Dunyo Uyg'ur Qurultayining To'lqin rais boshliq mening tirishchanligi bilan bundaq bir ishxonani ilinishi albatta dunyoning har qaysi joylaridagi butun Uyg'ur qarindoshlarning amkiki bahsi va albatta buni ayirib qaralib olmaydi. Ammo mushunaq bir yana qurilganini aytib hayajonlandim. Birdan ko'rib chiqdik, hayajonlandik. Bu yerda xaritalarimiz bor ekan degandek. Shuningga muborak bo'lsin. Bugungi kunda mana mushundaq noldan boshlab shu ajdodlarning nimasi bilan hozirga kelgan qadar mushu natijalarga erishmak va xalqaro da'voyimizni anglatish va shunday bir yerlarning qurilishi bizni xush qildi, hayajonlantirdi. Xush oldum, takrordan muborak bo'lsin.